Assalomu alaykum, fayzli to'yxonamiz, shukuhli koshonamizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, Marvarid muhtasham saroyiga xush kelibsiz. To'g'risini ayting, Behzodbek Abrorov profili orqali yoritilayotgan mavzular sizga ma'qul kelyaptimi? Albatta, Instagramda ham juda hit bo'lib ketdi zoki. Yaxshi yorityapsizlar, xalqqa o'zi shu kerak edi menimcha. Eng to'g'risini aytsam, Jasur Umirov Toshkent shahridagi to'ylarga qancha birrovga yurish haqida ma'lumotni yangisini bor. Shaharga 700 ga yurimiz hozir. Demak, Jasur Umirovning muxlislari Toshkent shahriga Jasur Umirov 700 ga birrovga boryaptilar. Endi Vodiy haqida so'z yuritamiz, chunki Vodiylik mehmonlarimiz ham bor. Ularga kelishilgan holatdagi Vodiyga 45 ming qilib shunaqa bor. 45 ming atrofida Vodiyga yurilyapti va voqeani ham aytib o'ting. Voqea ham shunaqa, birrovga shunaqa yurimiz. Demak, Jasur Umirovning xizmatidan bahramand bo'laman deganlar 4-5 mingni alohida ajratib qo'yasizlar. Yaqinda bir klip olamiz, Gulandon degan shu Jumagulga o'xshagan. Jumagulga o'xshagan klipi bilan tez kunda muxlislarimizga havola qilamiz. Kelajakda ete farzandlarning ota-onasi bo'lsin. Ijodingizga muvaffaqiyat tilaymiz. Omadingiz bersin. Har doim elning nazaridan qolmang.